Bu insonning pedagogika olamiga kirib kelganiga hademay yarim asr to'ladi. U o'ziga ortiqcha ta'rif bermaydi. Umri o'quvchilar orasida o'tayotgani sabablimi, hamon bolalarcha beg'ubor, samimiy va kamtar. U o'zini ustoz deb biladi. Shunchaki ustoz. Va ehtimol uning o'zi bilmas buyukligi ham shundadir. Suhbatdoshimiz O'zbekiston xalq o'qituvchisi To'xtamurod Jumayev bilan 30 yil hamnafas mehnat qilgan. O'sha mashhur Qorako'l maktabining dunyoga dong taratishida beqiyos hissa qo'shgan. Prezidentimiz tomonidan sog'lom avlod uchun ordeni bilan taqdirlangan taniqli o'qituvchi Nurullo Yahyoyev. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Yangi studiyada sizni xush ko'rdik. Avvalo rahmat, mana suhbatga ko'nganingiz uchun, shu suhbatga rozilik bildirganingiz uchun. Suhbatimizni Jumayev haqida boshlaganimiz o'ylaymanki har tomonlama to'g'ri bo'ladi. Chunki keyingi beriladigan savollarimiz ham istaymizmi yo'qmi, shu siymoga borib baribir taqaladi. Siz ortga nazar solib, bu insondan nima o'rgandingiz? Bilasizmi? Men bolaligim o'sha Jumayev ishlagan maktabda o'qiganman. Rahmatli ustoz meni sinf rahbarim bo'lgan. U kishi bilan endi o'sha maktab davrlari o'tgan paytlarda u kishining fidoyiligi, mehnatsevarligi, bolalarga bo'lgan mehribonligi shaxsan menda pedagog bo'lishimga asosiy turtki bo'lgan shu kishini o'zini ishiga bo'lgan mas'uliyati mani ham shu pedagog bo'lishimga turtki bergan. Va shu yo'l orqali men 77-yilda maktab tamomlaganman. Maktab tamomlagandan keyin Samarqand davlat universitetiga oliygohiga o'qishga topshirib, keyin Qorako'lga o'qituvchilik faoliyatimni boshlab borganman. Birinchi marotaba o'sha paytda hozirgi paytda 15-maktab, o'sha paytda Lenin nomidagi maktab bo'lgan. Shu Lenin nomli maktabda ishlab yurganimda 90-yilda ustoz meni chaqirib qoldilar. Shogird shunaqangi bir maktab ochmoqchiman. Yosh matematiklar, fiziklar maktabi ochmoqchiman. Men u paytda menda bunaqa fikr, g'oya umuman hech qanday menda bo'lmagan. Men yosh pedagog bo'lganman, ishlab turganimda. Keyin ustoz aytdilarki, men Boltiqbo'yi respublikalarida bo'lib kelganman, ko'rganman. O'sha Boltiqbo'yi respublikalarida qolaversa Rossiya, boshqa davlatlarda matematikaga, fizikaga ixtisoslashgan maktablar bor. Bu Qorako'lda shuncha matematika fan nomzodlari, fan doktorlari, fizikadan, aniq fanlardan juda ko'p ustozlar bor. Qorako'lda fundament bor. O'sha fundamentni biz davom ettirsak, Xudo xohlasa, juda bir kelajakda bir yaxshi maktab yaratsa bo'ladi degan fikrdaman dedilar. Juda yaxshi fikr dedimda, men tomonidan nima yordam qilsam bo'ladi ustoz, meni qo'limdan nima keladi sizga yordam desam, u kishi aytdiki, faqat meni yonimda tirgak bo'lib, birgalikda menga ham nafas bo'lib tursang bo'ldi dedilar. Xo'p dedim. Birinchi navbatda sen Xorazmdan uylangansan, Xorazmda maktab bor. O'sha Xorazmdagi maktabga borib o'rganib kelamiz dedilar. Xo'p dedimda, Xorazmga birga ketdik, yo'l olib, borib o'sha maktabda o'rganganmiz. Juda ko'p narsalarni ko'rib kelib 90-yil sentyabr oyida hech esimdan chiqmaydi, 60 ta bola, ya'ni 3 ta sinf bilan 20 tadan bola bilan shu maktabni ochganmiz. Boshlagan paytimda aytgan, "Mabodo sendan kuchli o'qituvchi topsam, seni almashtiraman" degan. Men aytdim, "Ustoz, siz nima desangiz shu" dedim. Bo'ldi dedi. Bir oy mobaynida ishlaganimdan keyin, bir oy ishlagan. O'shangacha men ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimi degan narsani olmadilar. Hech kimni ishlatmadilar.
bir oy mobaynida mani sinovdan o'tkazgan ekan. Ustoz o'tiray bo'ylab qarasan. Keyin bir oydan keyin chaqirdilar. Rayonaga borasan, mana bu xatni berasan dedi. Sen dedi buyruq chiqarib beradi. Sen mani ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari qilib tayinlab o'zimga ishga olaman dedi. Bordimda 15-maktabdan nimani olib, o'sha oktyabr oyida 90-yilda 164-son yosh matematiklar, fiziklar maktab internati litseyi degan nomi bilan ochilgan edi. O'sha joyda 90-yildan boshlab toki ustozga baravar 25 yil ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari sifatida birga hamnafas bo'lib ishlab keldi. Chorak asr. Chorak asr xuddi shunday. Nimani o'rgandingiz? Endi bu hayotda bitta narsaki, ustozning ko'pgina insoniy qadriyatlari, qolaversa pedagog uslublari, ish jarayoniga qarab men ko'p narsani o'rganganman. Birinchi navbatda u kishining muomala madaniyatini o'rganganman. Ikkinchi navbatda esa u kishida bitta prinsip bor edi. Hech qachon mana hozir ayniqsa yoshlarga qarab hayron bo'laman. Aytilgan vaqt bo'ladi, belgilaymiz. Chunki mana chet elda ham butun rivojlangan davlatda aytilgan vaqt, aytilgan soatda hamma narsa bitishi kerak. Ustozda bitta prinsip bor edi. Ertaga soat 8 da yoki soat 9 da ish boshlanadi yoki bo'lmasa falon yerga ketamiz, tayyor bo'lib tur. Shu soatda yetib boraman derlar. Menda mashinam yo'q edi. U kishida mashinasida kelardi. Aynan 8 da desalar 7:59 da emas, 8:01 da emas. 0:08 da mashina kelib turardi. Men hayron qolgan tomonim, ba'zan baribir 8 da kelmasalar kerak deb bemalol bo'lib yugurib mashinaga kelganim bo'lgan yoki bo'lmasa oldindan chiqib nima kutib o'tirgan vaqtim ham bo'lgan. Lekin u kishida bitta prinsip bo'lgan, shu aytilgan vaqtda bajarilishi kerak. U gapsiz bo'lish shart emas bo'lgan. U kishida bitta prinsip bor edi. Meni hayron qoldirgan, maktab direktori chiqib ketyapti. Yo'lda bitta ota-ona keldi yoki bittasi ish bilan keldi. Albatta mashinasini to'xtatardi, tushib, so'rashib, nima gap so'zligini aniqlab, agar nima bo'lsa imkoniyat darajasida qaytib shu kishini eshitib, kabinetiga chaqirib, eshitib, u kishini hojatini chiqarib yuborardi. Kim kelgan inson. U kishi matematikani juda simmetriya degan narsani, geometriyada simmetriya degan narsa bo'ladi. Shu bog', maktab bog'i tashkil qilgan paytda men hayron bo'lganman. U kishi oyog'iga etik kiygan. Etik kiyib, daraxt shunaqa ektirgan, ip tortib, bu tomondan qarasa ham bir xil ko'rinadi, bu tomondan qarasangiz ham bir xil ko'ringan. Hozir o'sha kishi ektirgan bog' bir 3 gektarlik bog' tashkil qilingan. O'sha Qorako'l akademik litseyda borib qarab turib, u kishini ishlagan vaqtlari ko'z oldimdan o'tadi. Oyog'iga rezin etik kiygan, ishchilar bilan birgalikda qator qilib daraxtlarni ekib, shunaqa parvarish qilib, chiroyli nafaqat bog', balkim butun Qorako'lni dunyoga mashhur qilib, respublikaga mashhur qilib qoldirdi u kishi. Keling, savolni endi sal boshqacharoq qo'yaman. Bu insonda qaysi jihatlar bo'lmaganida ehtimol yana ham yaxshi bo'lardi? Bu savol qanday desam bo'ladi? Bu kishini bundan yaxshi bo'lishiga men bilmadim. Men ish davomida juda ko'p pedagoglar, tajribali insonlar, boshqalar bilan ko'rganman. Bu kishida bitta prinsipliligi o'sha Qorako'l maktabini dunyoga mashhur qildi. U kishini
eng nima tomoni bitta narsaki, o'z g'oyasi, fikrini to'liq amalga oshirishga harakat qilgan. Va bu yo'lda hech narsadan qaytmagan. Hech narsadan qaytmaganligi uchun ham u kishi ko'p to'siqlarga duch kelgan. Ko'p to'siqlarga duch kelgan. U to'siqlarni shaxsan man ham shogird sifatida ham o'sha o'rinbosar sifatida man boshimdan juda ko'p o'tkazganman. Eslay olasizmi birontasini masalan? Albatta eslay olaman. O'zbekistonda birorta maktab qolmaganki, o'sha paytda paxta yig'im terimga jalb qilinmagan vaqt bo'lmagan. Ustozi ishbilarmonligi, tadbirkorligi sifatida bitta narsani bilamizki, shu odamlar bilan til topisha olganligi sababli bizni bolalarimiz birortasi paxta terimiga chiqmagan. Sababi shunday bo'lganki, hatto shu fermerlari bolalar maktabda o'qigan, ustoz siz bolalar o'qiting, biz paxtani topib terib, bolalar uchun biz odam topib terdirtirib, shu maktab bolalarini paxtasini planni bajaramiz, rejasini bajaramiz deb nima qilgan. Men aniq bilaman, shu 90-yildan boshlab ishlagan toki 2015-yilgacha ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktori, undan keyin 1 yildan oshiq 2 yilga yaqin u kishining o'rniga direktor bo'lib ishlagan davrimda ham bolalar birortasi paxta yig'im terimiga jalb qilinmagan. Sababi o'sha bizni maktabimizning natijasi oliy o'quv yurtiga kirish, fan olimpiadalari, boshqa ko'rik tanlovlarda bolalar qatnashuvi eng asosiy nima bo'lgan. Xalqning nazarida nima deydi? Jumayev bir juda e'tirofga loyiq bo'lgan. Buni qachonki ustoz tadbirlarga, to'ylarga, ma'rakalarga borganda men hayron qolganman. Ustozni juda xalq qadrlagan. Xalq qadrlaydi deyapsiz, lekin beixtiyor savol tug'iladi. To'g'ri, davlatimiz rahbari ham shubhasiz Jumayev shaxsiga alohida hurmat, izzat ko'rsatdilar. Ayniqsa bu narsa ularning vafotlariga qadar sodir bo'lgani kishiga tasalli beradi, lekin u kishi aynan direktorlik qilgan yillarida, yana ham ochiqroq aytaylik, mana 2016-yilga qadar bo'lgan davrda qaraydigan bo'lsak, xalqimiz kutganchalik e'tibor bo'lmadi. Ko'pchilik bu inson O'zbekiston qahramoni unvoniga ham munosib deb biladi. Shu fikrga siz qanday qaraysiz? Juda to'g'ri. Chunki bu ustoz ish davomida O'zbekiston xalq o'qituvchisi unvonini oldilar, mehnat shuhrati ordenini oldilar. Qolaversa mana muhtaram prezidentimiz tomonidan o'sha bemor bo'lib yotgan paytlarida zamonamiz avlonisi deb prezidentimiz tomonidan ustozga buyuk xizmatlari ordenini berdilar. Lekin arada shunday bir 2000-yildan boshlab to o'sha 2015-yilga qadar shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Bir yig'ilishda ustozga savol berdi. Bu yig'ilishda men ham bor edim. Ko'pgina rahbarlar ham bor edi. Domla, maktabingizni siri nimada? Sizdagi o'quvchilar nimasi bilimi boshqa maktablarga qaraganda ustun. Buni sababi nima dedi? Ustoz shu yerda bitta narsa aytdilarki, biz shunaqa tizim yaratganmiz dedi. O'sha paytda tizim yaratganmiz deb gapiryaptilar u kishi. O'z fikrlarini aytyaptilar. Bu yerda shov-shuv boshlanib ketdi. Biz o'tirgan davrada shov-shuv boshlanib. Bu kishi kim bo'libdi? Tizim yaratib, shu yerda ustozning gapini noto'g'ri talqin qildilar. Sababi o'sha paytda kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilingan edi. Kishi aytmoqchi bo'ldi, kadrlar tayyorlash milliy dasturida shunaqangi sistema yaratilgan. O'sha sistemani men hayotga to'liq tatbiq qila oldim. O'sha kadrlar tayyorlash milliy dasturini hayotga tatbiq qila olganim uchun men yuksak natijaga erishdim.
va buning uchun mehnat intizomi kerakligini ustoz o'rnata olgan. O'shandan keyin har xil gap so'zlar bo'lib, oddiygina so'zni noto'g'ri talqin qilishga olib kelib, ustoz qahramonlik unvoniga erisha olmadi. Lekin bitta narsani men aniq bilaman, ustoz xalqning tilida qahramon. O'zbekiston qahramoni. Chunki muhtaram prezidentimiz ham aytdilar-ki, zamonamiz avlonisi, mana To'xtamurod Jumayev deb e'tirof etdilar. Men o'sha paytda Navoiydagi Navoiy Qorako'l maktabining direktori bo'lib ishlardim. U kishi meni oldilar, o'sha buyuk xizmatlari o'rnini olganda men Navoiy studiyasidan qatnashganman. To'g'risi ko'zimdan yosh chiqib ketgan, yig'laganman. Va nihoyat men aytdim, ustoz umrini oxirida bo'lsa ham adolat qaror topdi degan fikr miyamdan o'tgan. Jumayev mana ko'pchilik eslaydi ustoz siymosida har qanday e'tirozni, qanaqadir o'sha muammoli vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar ustoz o'sha odamni ko'ziga, yuziga qarab ayta olgan. Juda to'g'ri. Siz mana shu xususiyat va xislatlari, shu ustozni mana shu jihatiga qanday qaraysiz? Buni og'ir joylari ham bor. O'ziga yarasha yutuqqa yetaklaydigan qismi ham bor. Siz buni qanday baholagansiz? Men ham o'sha ustozning yonida yurib shu xarakterlar, ko'pgina xarakterlari o'tganligi uchun juda ko'p rahbarlarga yoqmagan tomonim bo'lgan. O'z boshimcha nima direktor degan nomni ham eshitganman. O'zini bilgandan qolmaydigan direktor degan nomni ham eshitganman. Lekin ustoz bitta narsani to'g'ri qilganlar. Shu narsani qilmasa yutuqqa erishmasdik. Maktab Qorako'l maktabi, Qorako'l maktab bo'lib O'zbekistonda mashhur bo'lmas edi. Demak, asosiy bu ustozni demak yutuqlari deb qaraladi. Yutuqlar deb qarayman, chunki ustoz har bitta gapini isboti bilan gapirardi. Isbotlab berardi. O'qituvchilar bilan yig'ilish qilib, o'rtaga bitta taklif berardi. O'sha taklifni kamchiligi, bu taklif qay darajada to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini hammadan fikrini so'rab chiqardi. Yig'ilishda, ustozlar bilan birgalikda. Har bitta narsani muhokama qilardik, aytardik, eshitardik. Shu tomonlama ustoz yutug'i har bitta narsani jamoa bilan muhokama qilgan va jamoaga shuni yetkazgan va jamoa shuni bajarishga asosiy o'zi birinchi namuna bo'lgan. Ilmga nisbatan unga bo'lgan qarash, unga o'sha ilmni qadri boshqacha darajada bo'lgan. Ayni o'sha davrlarda siz aytayotgan o'sha 90-yildan 2000 o'sha faoliyatlari davomida bilamizki, hatto mana shunday bir maxsus fondlar bilan iqtidorli yoshlarni rag'batlantirishni deyarli ustoz butun maktab miqyosida yo'lga qo'yganlar. Hatto olimpiadalarga ishtirok etish uchun Toshkent shahariga kelib ketishlari, u yerdagi muvaffaqiyat uchun qo'shimcha pul mukofoti bilan mukofotlash ham ustozni g'oyalari bo'lgan. Albatta. Mana shu g'oyalarni hamnafas sifatida u kishi bilan yonma-yon ishlagan bir pedagog sifatida qanday xotirlaysiz? Adashmasam 99-yildan boshlab o'sha jahon olimpiadasiga chiqib, bolalar xalqaro miqyosda medal olib kelgan paytda bir voqeani guvohi bo'lganman. U paytda u fikr ustozda ham, bizda ham bo'lmagan. Bolalarga o'sha jahon olimpiadasida qatnashib medal bilan kelgan paytda oddiygina kitob sotib olingan. O'sha kitobni men viloyat hokimligiga olib kelganman. O'sha olimpiadachi bolalar bilan birgalikda. Olimpiadachi bolalar bilan birgalikda olib kelganman. U kitobni bolalar o'zi ko'tarib keldi. Men bilan birgalikda. Keyin viloyat hokimligiga kirdik. Viloyat hokimi tabrikladi va viloyat hokimi kitobni olib bolalarga taqdim qildi. O'sha paytda mening yuragimdan shunaqangi bir narsa teshib o'tdiki, hayron bo'ldim.
nima uchun bitta katta viloyat, Buxoro viloyati eng boy viloyatlardan bittasi, nahotki jahon olimpiadasiga qatnashib kelgan bolalarga oddiygina maktabni o'ziga kitob sotib oldirtirib, bolalari o'ziga taqdim qildi. Hech bo'lmaganda shuni bir kun oldin hokimiyatga keltirib topshiringlar desa bo'lardi-ku. Bolalar ko'rmasdi uni. Bolalar u ahvolga tushmasdi. Yana bitta narsa qiziq voqea bo'lgan, o'sha paytda bolalar jamg'armasi tashkiloti bo'lgan, bolalar jamg'armasi tashkilotidan chiqib olib, bolalarga krossovka beramiz degan. Tasavvur qilyapsizmi? O'zbekiston nomini, O'zbekiston bayrog'ini ko'targan bolaga krossovka beramiz deyish. Keyin bordim, qaytib borgan payt ustozga aytdim. Ustoz dedim, shu nima qachon bizda bir normal holat bo'ladi, nahotki bir ikkita bolaga kostyum shim yoki bo'lmasa bir u payt yo'q edi, kompyuter yo'q edi. Mayli, o'sha kostyum shim bir qimmatbaho biron narsa sovg'a qilsa, televizor berish mumkin, boshqa narsa berish mumkin edi-ku, hech bo'lmasa magnitofon berish mumkin edi-ku dedi. Ha, nasib bo'lsa buni yo'lga qo'yamiz dedilar. O'shandan ustoz homiy izlashga tushdilar. Ota-onalar, fermerlar, o'sha tadbirkorlar bilan gaplashib, mana bolalarga hatto viloyat olimpiadasi g'olib bolalarga ham, respublika olimpiadasi g'oliblariga ham pul mukofotlari taqdim qilardi ustoz. Men o'zim shaxsan ustoz bilan birgalikda shu bolalarga 1 million, 2 million, 3 million so'mgacha pul mukofotini taqdim qilganman. Mana shu orqali birinchi nima bo'lgan, mana Xudoga ming qatla shukronalar aytamanki, mana kuni kecha prezidentimiz tomonidan yangi o'sha mukofot e'lon qildi. Jahon olimpiadasi qatnashchilari bolalariga qatnashgan o'sha nimalarga 1 milliard so'm pul mukofoti, oltin medal uchun e'lon qildi. Bu juda katta narsa, katta yutuq. O'sha mana prezidentimiz sportchilarga uy, mashina beryapti. 1 milliardga bitta uy olsa bo'ladi-da. Shunday. Mana bo'lar ekan-ku. O'sha bitta narsa meni nima qiladi? O'sha davrdagi o'quvchilarning o'zligini qanday holatga tushganligi hozir ham meni ko'z oldimdan ketmaydi. Pedagogikada notiqlik qanday o'rin tutadi? Va ustozning ko'pchiligimiz bilamiz, notiq sifatida. Va muvaffaqiyatlarda notiqlikning o'rni qayerda? Chunki bitta auditoriyaga kirsangiz, siz o'qituvchisiz yoki masalan boshqa soha, mana teatrga kirasiz yoki bo'lmasa bir she'riyat kechasiga kirasiz. Auditoriyani jalb qilish uchun, o'ziga qaratish uchun notiqlik san'atingiz bo'lmasa yoki biror mana seminarlarda, oliy o'quv yurtlarida o'qiganmiz, seminarlar bo'lgan, boshqa darslarda bolalar o'zini himoya qilgan, kurs ishini himoya qilgan boshqa narsalar bor. Shunaqa men o'zim hayotda ko'rganman. Juda notiqlik san'ati yuqori bo'lgan nima? Auditoriyani o'ziga jalb qila olgan. Ustozda bitta narsa zo'r ediki, notiqlik san'ati zo'r edi. Qayerda, qachon, qanday gapirish kerak ekanliklarini bilardilar. Ustozni eng katta yutug'i shu bo'lgan. Ustoz hech qachon birorta davrada ustozga so'z bermasdan davra bo'lgan, ustoz gapirmagan davrani men eslay olmayman. Ustoz albatta o'z fikriga, o'zining g'oyasiga, o'zini
dunyoqarashiga ega bo'lgan. Chunki sabab oddiygina ustoz 90-yilda o'sha maktabni boshlaganda juda ko'rimsizgina binoda boshlangan. Bitta narsani sabr qilsang menga, yana beraman senga deb aytgan. Menda sabrsizlik nimalarim bor edi. Mana shuncha maktabimizni yutuqqa erishyapti. Maktabimizni bir remont qilishga pul berilmayapti, pul ajratilmayapti. Unday bitta narsani aytardi u kishi. Shakl o'qitmaydi derdi. Mazmun o'qitadi. Sen shakliga e'tibor berma, mazmuniga e'tibor ber derdi. Mazmun, faqat mazmuniga e'tibor berdi. Xudoga shukr, mana o'sha davlatimiz rahbarlari tomonidan shakl ham bo'ldi. Faqat endi mazmunni zo'r qilishimiz kerak ta'limni. Gap ta'limni mazmunda qolyapti, boshqa narsada qolmayapti. Shakl asosiy o'rnini egallamaydi. Ustozni eng katta g'oyasi ham, fikri ham shu edi. Mana ustoz haqida juda ko'p narsalarni esladik, gaplashdik. Mana shu og'ir yo'lda ustoz nima manfaat ko'zlagan yoki nimani maqsad qilganki, u maqsadlar bugun dunyo yuzini ko'rdi, amalga oshdi va ustozga mana shu mehnatlarda qanday manfaatlar ko'zlagan deb o'ylaysiz? Bugungi kunda yon atrofga qarasak, go'yoki mana shu insonga xos xislat va xususiyatlar kamayib ketayotganda, ya'ni manfaatsiz qandaydir bir harakatlarning natijasi albatta qandaydir manfaat va maqsadlarga yo'naltirilganligini sezamiz. Bugun, bu kecha kunduzda. Lekin ustozni faoliyatida mana shu jihat deyarli ko'rinmaydi. Va bir chetdan olib qaraganda nimaga kerak ekan shuncha tashvish va shuncha mehnat degan fikr o'tadi xayoldan beixtiyor. Buni siz yelkama-yelka ishlab, mehnat qilib, kerak bo'lsa baralla aytish mumkin, ustoz orttirgan, aytaylik, o'sha sog'lig'i bilan bog'liq masalalar ham aslidagi ta'lim bilan bog'liq jarayonlardandir balki og'ir mehnat evaziga. Xuddi shunday. Bunga qanday qaraysiz? Bitta narsani nima qilishim kerak? Bir yaxshi inson bilan o'tirib qoldim. Yaqinda. Keyin shu ustozni ta'ziyasiga borgan. Endi ustozning ta'ziyasiga 4000 ga yaqin inson qatnashdi. Umuman ustozni uyini ko'rib, qarab turib dedi, bitta narsa dedi. Ustoz hech narsa orttirmagan ekan, oddiygina uyda yashar ekan dedi. Men bitta narsani hayron qolaman. O'sha paytda o'qigan paytda, bolalar o'qigan paytda buxanka non kesib qo'yilardi. Kesib qo'yilgan non nima qilganda ustozdagi bir kamtarinlik nimasini bitta narsada ko'ramanki, qotib qolgan non, endi bo'lak non. Uni hozir nonni qotganini yemaydi, bo'lagini birov tishlagan deb yemaydi. Birga o'tirib ovqatlanardik. Hech qachon o'ziga alohida ovqat pishirtirib yemasdi. Lekin direktor u kishi bemalol aytsa, bir og'iz nima qilsa yugurib turib kela ovqat pishiradi. Bir marta shunaqa bo'lganini ko'rib, povurlarga tanbeh bergan. Bolalarga pishgan ovqatni olib keling degan. Bu bir. Ikkinchi kelardida men hech esimdan chiqmaydi. Bordimda toza nondan yumshoq nonni kesib keldim, qotgan nonni bir tomonga surdim. Keyin shunday nimani qotgan nonni oldilarda kosaga sindirib nima qildilar. Ustoz nima qotgan non? Dedilar. Shu ham non, bu ham non. Isrof qilaversak, buni nimasini qanday? Bolaga dedi, qanday qilib dedi, siz ma'naviyatdan dars nima qilasiz dedi. O'zingiz qotgan non deb isrofga chiqarsangiz, buni bunday qilsangiz dedi. O'shandan keyin butun kollektivdagi ustozlar birinchi bo'lib qotgan nonni yeyishni boshlagan.
Birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda bitta narsa, ustoz oddiylikni yaxshi ko'rgan. Hech qachon uyim hashamatli bo'lsin, nima bo'lsin degan fikr paydo bo'lmagan. Juda oddiy inson bo'lgan. Buni bitta narsasini nimada ko'raman? Hech esimdan chiqmaydi. Toshkentga nimaga keldik? Olimpiadaga keldik. Olimpiadadan qaytyapmiz. Poyezdda qaytyapmiz. Bizni shevamiz Qorako'l shevasi Buxoroda ham ajralib turadigan sheva, aniq. Qayerdan sizlar deb o'sha yo'lovchilar mendan so'rab qoldi. Biz Qorako'ldamiz dedi. Keyin o'sha ikkala ayol kishi Qorako'ldan bo'lsangiz, sizlarda Qorako'lda bir zo'r mashhur maktab bor. O'sha maktabda bolalarimizni o'qitmoqchi edik. O'sha maktabda birorta tanishlaringiz yo'qmi dedi. Bor dedim. Hayron bo'ldilar. Yo'q, aniq. Bormi? Bor dedi. Keyin domla turib yuvinishga ketdi. Nimada? Endi Buxoroga yaqinlashib qolyapmiz. Mana shu kishi direktor dedi. Yo'q dedi. Ha, direktor dedi. Ha, oddiy inson-ku dedi. Dedim, nima dedim? Direktori alohida nimasi bo'lishi kerakmi? Yo'q dedi. Ishonmadi. Qayerdan taniding? Men bu kishini shogirdiman dedim. Zam direktorman dedim. O'rinbosarman dedim. Menga boshdan oyoq tikildi-da. Bir-birovga ma'noli qarab qo'ydi. Keyin kelgandan keyin ustoz assalomu alaykum, yaxshimisizlar deb so'rash. Keyin kechirasiz dedi, sizga bir savol bersam bo'ladimi dedi. Ha, bering dedi. Siz Qorako'l maktabining direktorimiz dedi. Ha, direktorman. Nima xizmat? Qizim dedilar-da. Keyin men bolamni o'qitmoqchiman. Bolangizni o'qitmoqchi bo'lsangiz, mana o'rinbosarim dedi. Bemalol dedi, nima masala bo'lsa dedi, telefonni oling dedi, shu kishi bilan bog'lansangiz sizga hamma ma'lumotni beradi, hamma nima. Birorta tushunmovchilik yana savolingiz bo'lsa, meni oldimga keling dedi, meni telefonimni ham shu kishi beradi. Poyezddan tushdik, chemodanni olib ketyapmiz. Nima qilyapmiz? Haqiqatda ham shu kishi direktormi deydilar-da. Oddiyligidan. Juda oddiy. U kishida manmanlik, kibr degan narsa bo'lmagan. Manfaat ham bo'lmagan. Manfaat bo'lganda edi, domla qasr imorat qurar edi. Manfaat bilan ish qilganda Qorako'l maktabi bu darajaga yetishmas edi. Hatto shu manfaat bo'lmaganligi uchun o'sha ichki ishlarmi, prokuratura sohasimi, hokimiyat sohasini bolasi bilimsiz bola qabul qilmagan. Qabul qilmaganligidan domlaga juda ko'p qarshiliklar, nimalar bo'lgan. Bitta manfaat bo'lgan. Xalqni manfaati bo'lgan. O'zbekistonning kelajagi haqida o'ylaganlar. Shu men boshida aytdim, Qorako'lda juda ko'p ilmli, matematika sohasida ilmli, bilimli insonlar chiqqan, fan kandidatlari, doktorlar chiqqan. O'sha fan kandidatlar, doktorlarni nimasini davom qildiruvchi ilmli, bilimli insonlar ko'paysin degan manfaat yotgan. Va Xudoga shukr, o'sha manfaat amalga oshyapti. Mana sizda hozir o'rta maktabdagi faoliyatingiz, o'sha akademik litsey, maktab internat, ixtisos, keyinchalik Qorako'l Navoiy Qorako'l maktabi va mana bugungi kunda xususiy sektordagi maktabda faoliyat qilasiz. Bularni bir-biridan bugungi jamiyatdagi o'rni bir-biridan qaysi jihatlari, mana hozirgi kunda faoliyat yuritayotgandagi xususiy maktablar haqida gaplashadigan bo'lsak, xususiy maktablarni O'zbekiston ta'limidagi o'rni va kelajagini qayerda ko'rasiz? Qanday ko'rasiz? Qanday ko'raman? Juda to'g'ri savol, lekin murakkab savol. Bu hali endigina yangi tashkil qilinayotgan tizim bu.
buni biz ham o'sha Qorako'l maktabi 90-yilda ochilganda biz ham qorong'u binoni ichida edik. O'sha qorong'u binoga moslashib, qorong'ulikda qaysi tomonga qayda yursak, qaysi eshikka borishimizni sekin-sekin nima qilganmiz, aniqlaganmiz. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Xususiy maktablar ham o'z faoliyatini qanday desam bo'ladi? Bahosini xalq beradi. Men demoqchimanki, shunday xususiy maktablar bor, juda ilm, ta'lim, tarbiyasi yuqori bo'ladi. U xalqning nazariga tushadi, xuddi Qorako'l maktabiga o'xshab. Men bilaman, Qorako'l maktabida bu tomoni Andijondan kelib o'qigan, bu tomoni Qoraqalpoqdan kelib o'qigan, bu tomoni Surxondaryodan kelib o'qigan. Butun O'zbekistonni respublikamizdagi barcha viloyatlardan bolalar kelib o'qigan. Bitta narsa meni esimdan chiqmaydi. O'sha ustoz o'rniga direktor bo'lib ishlab 2016-yil edi shekilli, 2017-yil edi. Ichki ishlardan topshiriq bo'ldi, domla dedi. Sizda dedi, o'sha maktabingiz o'qituvchilarida kelib kursga qatnashgan degan, repetitorga qatnashadigan o'quvchilar sonini, boshqa viloyatlardan kelgan bolalar sonini aniqlab bering dedi. Men o'sha paytda shug'ullandim. Shu Qorako'l maktab internati litseyini atrofida 3900 qancha 4000 atrofida bolani men ro'yxatga olganman. Bu endi o'sha litseyda faoliyat yuritayotgan, o'sha ta'lim Qorako'l maktabida faoliyat yuritayotgan repetitorga tegishli o'quvchilar. O'qituvchilarga tegishli o'quvchilar soni. O'quvchilar soni. Ya'niki boshqa hali yon atrofda undan boshqa ham bu kabi ta'lim shu Qorako'l litseyini ustozlaridan ta'lim olayotgan o'quvchilarning soni. Bu litseyda ta'lim olayotgan o'quvchilar soni emas, litseyda 500 dan oshiq bola bo'lmagan. Nima demoqchiman? Bu gapim bilan o'sha yoqda qayerda yaxshi ta'lim, tarbiya bo'lsa, xalq o'shani qo'llab-quvvatlaydi, pulni ham ayamaydi, o'qitadi bolasini. Men nima demoqchiman? Qaysi o'sha xususiy maktab yoki xususiy bog'cha ishini halol, pokiza o'sha hozirgi zamon talabidagi tarbiyani, ta'limni yo'lga qo'ya olsa, u albatta xalqning dilidan joy topadi. U maktab yashnaydi. O'sha Qorako'l maktabi kabi bo'ladi. U xud Xorazm bo'lsin, xud Qoraqalpog'iston Respublikasi, Vodiy viloyati bo'lsin, u men bitta Qorako'l demoqchi emasman-da. Har bir viloyatning o'ziga xos bo'lgan uslubi, metodi, ustozlari bor. Ilmli, bilimli respublikamizda juda ko'p tajribali ustozlar juda ko'p. O'sha ustozlarning tajribasiga asoslangan bo'lsa, o'sha ustozlarning ilmi, bilimi sohasidagi yo'lni olib borayotgan bo'lsa, Xudo xolasa inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan juda katta e'tibor berilyapti. O'sha xususiy maktablar, xususiy o'quv markazlari, boshqa narsalar, mana xususiy bog'chalar juda ko'payib ketyapti. Bu albatta bog' yaratdingizmi, erta mevasini beradi. Endi oxirgi savol. Bugungi yoshlar pedagogika sohasiga kelayotgan, ayniqsa o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanish niyatidagi yoshlar bor. Tabiiyki, ularning faoliyati va ularni bugungi kundagi pedagogikada ayrimlarini olib borayotgan faoliyati bilan deylik sizning dastlabki o'sha o'zingizni endi oliy ta'lim muassasasini yakunlab ustoz Jumayev yonida faoliyatingizni taqqoslay olasizmi? Hozirgi dunyoqarash va hozirgi holat va ularga nima tavsiya berardingiz, nima der edingiz? Endi har bitta narsa men gapimni
orasidagi bitta fikr aytdim. Har bir zamonning o'ziga xos bo'lgan siyosati, o'ziga xos bo'lgan talab bo'ladi. Endi biz Sovet ittifoqi davrida bo'lganmiz, o'qiganmiz, ta'lim tarbiya olganmiz. U paytda bajarasan, nafaqat o'qituvchilikni bajarasan, paxtani ham bajarasan, qurilishni ham bajarasan, remontni ham bajarasan, yo'lni tozalaysan. Xo'p, kerak bo'lsa paxta terasan, boshqa umuman qilmagan ishimiz qolmagan. Vaqtida. O'sha mustaqillikka erishgan paytimizda ham bo'lgan. Hozirgi paytda ustozlarga bitirib kelgan yosh o'qituvchiga paxta ham deyilmayapti, qurilish ham deyilmayapti, gazi pulni ter demayapti, to'ki pulni ter demayapti, yoki bo'lmasa mahallada obodonlikda qatnash demayapti. Boshqa hech qanaqangi biz davrimizdagi talablar qo'yilmayapti. Bitta narsa bo'lyapti. Mehr berib ishla deyilyapti. Mana o'qituvchilarga hozir sertifikatlar olsin, o'sha til sertifikatini olsin, o'zini fanni sertifikatini olsin, boshqa vazir jamg'armasi, boshqa juda ko'p imkoniyatlar bor. Hozir bizda o'sha paytda o'qituvchi o'z ustida ishlash uchun vaqt topish amri mahol edi. Sababi bahor kelsa yaganaga olib chiqardik, pilla terardik. Undan keyin boshqa yana bir ishlarga yoz boshlandi, maktab remontidan chiqmas edik. Umuman u davr bilan bu davrni taqqoslashim qiyin. Endi bitta narsani tavsiya berardim. Shuncha imkoniyatlar, shuncha sharoitlar yaratilganda o'z ustida ishlab, o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni nima qilgan bo'lardim. Chunki ustozda ham mehr bo'lish kerak, ham qahr bo'lish kerak deb hisoblayman. Nima demoqchiman? Faqatgina bolaga mehr berib, qahr bermasang, bola hozirgi bolalar o'qimaydi. Hozirgi bolalarning dunyoqarashi bilan hisoblashmasdan ilojimiz yo'q. Ular bizdan ko'ra o'sha ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p ma'lumot oladi. Bitta ayanchli tomoni bor. Pedagoglar, ustozlar ko'proq kitob o'qishi kerak. Ko'proq kitob o'qib izlanishi kerak. O'shandagina shu hukumatimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan qo'yilayotgan o'sha talablar, maktabgacha ta'lim va maktab ta'lim vazirligi o'sha qo'yayotgan talablar amalga oshadi degan umiddaman. Google o'z davrida rus adabiyotini keyingi yozuvchilarga ta'rif berar ekan. Biz hammamiz Chexovning shinelidan chiqqanmiz degan o'sha mashhur iborasini qo'llaydi. 90-yillarda Jumayev qo'l ostida ishlagan, Jumayev o'zini atrofiga birlashtirgan ustozlar bugun el yurt hurmatini qozongan, katta harflarda bemalol ustoz deb aytadigan darajaga erishishdi va bugun mana shu ustozlar komandasi o'zlarini Jumayevning choponidan, kostyumidan chiqqanmiz deb aytishyaptimi? Shaxsan menga qolsa, men albatta Jumayevni choponidan chiqqanman deb ayta olaman. Sababi mana o'sha 2019-yilda muhtaram prezidentimiz tomonidan har bir viloyatda Qorako'l maktablari tashkil qiling degan topshiriq berildi. Navoiy viloyati hokimi o'sha paytda Qobil aka Beknazarovich Tursunov Qorako'lga tashrif buyurdilar. 19-yil 30-avgust edi, adashmasam. Shu maktabga bordilar, uchrashdilar biz bilan va Navoiyga kelib shu Qorako'l maktabini 20-yilda ishga tushirganman. Shaxsan men direktor sifatida. Esimdan chiqmaydi, bitiruvchilarimiz, maktabimiz bitiruvchilari 80% grant, 20% kontrakt qilib, 100%lik natija erishgan. 22-yilda esa 10 mingdan ortiq maktablar o'rtasida
o'rtacha kirish balli bo'yicha 160 ballni yig'ib, respublikada birinchi o'rinni olganimda muhtaram prezidentimiz tomonidan o'sha yili menga sog'lom avlod ordeni bergan. Bu albatta, chunki men Jumayev maktabida qaynaganman, pishganman, Jumayevni o'gitlarni o'rganganman va Jumayev bilan birgalikda hamnafas bo'lganligimdan deb o'ylayman. Boshqalar ham shuni tan olyaptimi? Albatta. Endi masalan mana Qorako'lda xalqaro matematika maktabi ochildi, xabaringiz bo'lsa kerak. Temur Ro'ziyev butun o'zini o'sha ustozi ishlarini davom ettirib, mana shu yuksak natijalarga erishib, muhtaram prezidentimiz nazariga tushdi maktab. Mana Sirdaryoda ochildi, Qorako'l maktabi, qolaversa mana Toshkentda Ohangaron shahrida ochildi Qorako'l maktabi. Umuman juda ko'p maktablar Qorako'l nomi bilan ochilgan, lekin endi men bilganlarim asosan Qorako'llik o'sha Jumayev maktabidan chiqib ishlagan ustozlar yuksak natijaga erishgan. Yahyoyev bu familiyani o'sha Qorako'ldagi mashhur Jumayev maktabini tugallagan, bugun yoshi 50 ga yaqinlashayotgan avlod va undan keyingi avlod ham yaxshi biladi. Tan olishadimi yo'qmi, Jumayev maktabidagi qat'iy tartib intizomning ramzi, timsoliga aylangan bu familiya bugun ortga nazar solib o'z davridagi o'sha prinsiplaringiz, o'sha qoidalaringiz qanchalik o'zgardi? Endi har bir zamonga qarab, har bir siyosatga qarab, har bir inson o'zgaradi. Bu tabiiy hol. Masalan, sistema o'zgardi. Biz oldin SSR davrida o'qiganmiz, mustaqillikka o'tdik, mustaqillikka o'tgandan keyin nima bo'lgan? Lekin biz ishlash prinsipimiz hech qachon o'zgarmaydi. Metodikamiz o'zgaradi, talabimiz o'zgarmaydi. Chunki sabab yangidan yangi metodlar kirib kelyapti. Mana elektron doskalar kirib kelyapti. Sifrovoy texnologiya deydi. O'sha nimalar kirib kelyapti ta'limga. Albatta biz o'sha 90-yilda bizning asosiy ish qurolimiz doska va bo'r bo'lgan. Hozir internet ma'lumotlari bor. Boshqa ma'lumotlar, juda ko'p ma'lumotlar bor. Yangi texnologiyalar. Men ko'proq tartib intizom haqida gapiryapman. Qat'iy intizomni ta'minlashda rolingiz boshqacha bo'lgan. Ya'ni o'sha 90-yillarda Jumayev maktabidagi qat'iy temir intizom bugun ham o'sha maktablarimizda bo'lyaptimi? Yo'q, u bo'lmayapti. Chunki sabab, buning eng asosiy sababi bitta narsada ko'ryapmanki, ota-onalarimizning dunyoqarashi qat'iy intizomni talab qilishga imkoniyat bermasdan qo'ydi. Bolam qiynalmasligi kerak, bolamga komfort bo'lishi kerak. Endi men ishlagan paytimda bolalarga imkoniyat berardik. Bola aytardik, senga o'qishing uchun qancha kun vaqt kerak? Bola 3 kun yoki 2 kun yoki 1 kun olardi, lekin biz o'shani talab qilib olardik. Bola o'qib bizga topshirardi. Hozir bolalarda unaqangi nima yo'q. Ota-onaga shunaqa talabni qo'ysak, ota-ona aytadi, unaqa narsani yig'ishtiringlar, iltimos, bolalarga nagrizga tushib ketyapti, zo'r qilyapti, unaqa ko'p uyga vazifa bermanglar deydi. Lekin qarab, hayron qolyapman, bolalar qo'lida telefon. Hozirgi paytda men umuman qo'shilmayman. Men e'tibor berganman, litseyda bolalar birortasi qo'lida telefon bo'lmagan. 2016-yilgacha ham, 2017-yilgacha ham men ishlaganman. Navoiyda ham bu narsani taqiqlaganman, qo'ymaganman. Ota-onaga mumkin emas deganman. Ota-onadan tilxat olganman. Tushuntirganman. Telefon bilan kelsa, nima qilib. Men esimda o'sha Qorako'lda bir sef telefon bo'lgan. Rahmatli ustoz o'sha nimani, bitta narsani e'tibor bergan. Tilxat olib nima qilgandan keyin bolani qo'liga
molotokni berib telefonni sindirtirganlar. Mana telefon olib kelma deding. Olib kelibsan bolam. Bir marta ogohlantirdim, qaytarib berdim telefoning, ha. Mana tilxating, o'qi o'zing deb. O'qigan, ota-onasining tilxatini o'qib bergan bola, endi nima qilamiz degan? Telefonni sindiramiz degan. Nimani olib kelib, tagiga narsani qo'yib, qo'liga bolaning molotokni bergan. Sindir bolam degan. Bola sindira olmagan. Keyin bolani qo'ldan ushlab olib, birinchi nimani berib, molotok bilan urib, ekranni sindirgandan keyin bola endi biladi-ku nimaga Endi foydasi yo'qligini maydalab tashlangan. Bu hammaga namuna bo'lgan. Hammaga namuna bo'lgan. Bugungi jamoatchilik shu metodlarni qabul qilyaptimi? Mutlaqo. Mutlaqo qabul qilmayapti. Bitta narsa meni o'ylantiradi. O'sha paytdagi ota-onalar bolasini sevmaganmi? Bolasini yaxshi ko'rmaganmi? Bolasiga e'tiborsiz bo'lganmi degan fikr paydo bo'ladi. Lekin o'sha paytda ham ota-ona bolasi uchun jon qo'ydirgan, bolasi uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan. Lekin biz bilan ham nafas bo'lgan. Kelgan domla nima uchun nima qilsak o'qiydi. Ana shu bolangizga shuni majburlaymiz. Ikki kishi birlashamiz. Ustozni bir yaxshi fikri bor. Ota-ona, farzand, ustoz. Mustahkam uchburchak figura derdi u kishi. O'sha mustahkam uchburchak figura hech qanday nimaga to'siq burchakni buzolmas degan fikri bor edi. Shu orqali nima bo'lgan? Hozirgi masalan hozirgi paytda Toshkentda Karakul Wisdom Shkolda direktor vazifasini ishlayapman. Qarab hayron qolaman. Bolalar hammasi telefon bilan keladi. Telefonni majbur biz nimaga kirish joyida telefonni topshirib darsga kiradi, ketayotganda olib ketadi. Lekin bunga erishish uchun ota-onalar bilan juda ko'p nimaga tortishuvga bo'lgan. Munozara bo'lgan. Shu munozarada aytganmiz, tushuntirganmiz. Men bolamning sog'ligini so'rab turishim kerak. Nima? Menda fikr paydo bo'ladi. O'sha paytdagi 2000-yildagi 2015-yilgacha ota-onalarda bolasini sog'ligi qandayligi haqida o'y fikr bo'lmaganmikan degan fikr paydo bo'ladi. Hozir qarab turaman, maktabimizda telefon tashkil qilib qo'yilgan. Bola har kun telefon qiladi. Biz yaxshiman, nimaman? Telefon albatta hamma bola telefoniga yopishadi. Qaysi sinf rahbari nima qildi? O'sha bolasi haqida ma'lumot kamdan kam ota-ona so'raydi. Lekin bolasi bilan har doim muloqot qilishni xohlaydi. U bolasini qanday bilim olayotganligini surishtirmaydi. O'sha mashhur naql esga tushadi-da, haddan ortiq mehr ham zaharga teng. Albatta, haddan ortiq mehr zaharga teng bo'lyapti. Ko'rinyapti, bu narsa jamiyatda ko'ryapmiz. Bolalarimiz mana kuni kecha bitiruv kechasi bo'lgan. Ertalab men ijtimoiy tarmoqlarni ochib ko'rsam, 384 nafar bola ota-onasining telefonini olib chiqib, mashinasini olib chiqqanda yo'l harakati qoidalarini buzgan bolada emas. Biz birinchi navbatda bolani tarbiyalash uchun ota-onani tarbiyalashimiz kerak. Ota-onani tarbiyalash deganda meni noo'rin tushunmasinlar, balkim domla o'zini aqlli deb ko'rsatyapti. Yo'q, uni dunyoqarashini, bolaga bo'lgan dunyoqarashini, tarbiyasini o'zgartirish kerak. Mashhur oshpazlar taomini retseptini yashiradida, sir tutadi. Ko'pincha o'ylashadi, shu Jumayev maktabida ham ta'lim metodini qanaqadir sir yashirilgan va bu ommaga e'lon qilinmagan deb fikrlar bo'lganda o'sha paytda. O'zi rostdan ham Jumayev maktabining siri nimada? Jumayev maktabining siri bitta mehnatda. Mehnatda va yana mehnatda. Ustozlarning mehrida. Oshpaz hamma narsani biladi-yu, o'sha qozonga birinchi nima soladi? Mehr soladi. Mehr bo'lmasa, u ovqat hech qachon shirin bo'lmaydi. Albatta o'sha
bog'bon ham daraxtni ekkandan keyin uni mehr bilan parvarishlash kerak, yumshatish kerak, suv berish kerak, oziqa berish kerak va o'sha daraxt bo'lgunga qadar uni avaylab asrash kerak. Keyin u tomir yozadida o'zi meva bera boshlaydi. 2019-yildan e'tiboran Yahyoyev Navoiy viloyatida mustaqil alohida faoliyatingizni yo'lga qo'ydingiz. Birinchidan, Buxoroni, Qadrdon Qorako'lni, chorak asr o'zingiz ishlagan dargohni tark etish qiyin bo'lmadimi? Yoki bunga qanaqadir omillar majburladimi? Va umuman savol yana boshqacharoq qo'yaman. Navoiyga borib, alohida ishlab, kimga nimani isbotlamoqchi bo'ldingiz? Men hech kimga hech narsani isbotlamoqchi bo'lmadim. Ustozni bitta nimasi bor edi, niyati bor edi. Bu faqat bitta Qorako'lda bo'lishi bo'lib, men yagona bitta bo'lishim kerak degan fikr bo'lmagan ustozda. Ustozda shunday fikr bo'lganki, butun O'zbekistonda shunaqa ta'lim sistemasi bo'lsinki, bu ta'lim sistemasidan butun xalq bahramand bo'lsin degan fikr paydo bo'lgan. Ustoz bog'bon bo'lgan, ko'chat ekkanlar, o'sha ko'chatlar boshqa joyda ham meva bersin degan ma'noda bo'lgan. Biz o'sha boshqarib turgan paytimizda mana yonimizda o'sha xalqaro matematika maktabi paydo bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan taklif bo'lgandan keyin o'sha Navoiyda birinchi bo'lib Navoiy viloyat hokimi Qorako'lga tashrif buyurdilar va o'sha Navoiy Qorako'l maktabi ochilishiga asos sababchi bo'ldilar. Biz bordik, ko'rdik. 2020-yilda Navoiy Qorako'l maktabi tashkil qilindi. Menda hadik paydo bo'lgan. Shoshmaqani prezident aytgandan keyin Navoiy xalqini oldida shuni men eplay olamanmi? Chunki mana prezident topshirig'i bilan kelgan odam Qorako'l maktab nomi bilan kelyapti. Ertaga xalq nazaridan tushmaslik, xalqni ishonchini oqlamaslik, prezidentni ishonchini oqlamaslik qanaqa mas'uliyat ekanligini men his qila olganman o'sha paytda. Bo'ynimda his qila olganman. Chunki bu yerda oddiygina kel, mana ishla, maktab deyilmayapti. Bu yerda davlat rahbarini taklifi turibdi. Qolaversa viloyat hokimi borib Buxoro viloyati hokimi bilan kelishib olib kelyapti. Demak, ertaga biz o'zimizni mehnatimizni, o'zimiz salohiyatimizni o'sha Navoiy ham ilm, bilim jihatdan juda yuksak nimaga salohiyatga ega, Buxoro viloyatidan qolishmaydigan salohiyatga. Ba'zi yillar oliy o'quv yurtiga kirish bo'yicha Buxoro viloyatidan oldinga o'tib turgan. Bu yerda ham juda tajribali, malakali ustozlar, fidoyi ustozlar juda ko'p. O'sha ustozlar orasida o'z o'rnimizni topish va shunga munosib ish qilish degan fikr g'oya bo'lgan. U nima boshqa narsa bu yerda fikr bo'lmagan. So'nggi yillarda mezonlar o'zgaryapti-da. Masalan, ilgari shu litseylar yoki maktab internatlar, akademik litseylarning muvaffaqiyati o'zi eng mezonlari ko'p, eng yili ikkita mezon bilan o'lchanganda xalqaro olimpiadalardagi natijalar va oliy o'quv yurtiga qabul darajasi. Ya'ni bitiruvchilarning hammasi kirsa, o'sha maktab internat yoki o'sha litsey eng zo'r deb bilingan. Lekin bugun qarasak, olimpiadalar ko'payib ketdi. Bir qarasang, istalgan maktab o'quvchisi istalgan qandaydir bir olimpiadada medal bilan ommaga yoritilyapti, natijaga qo'lga kiritildi deb. Yoki bo'lmasa bugun abituriyentlar xohlasa bo'ldi, bironta oliy o'quv yurtiga albatta kiryapti. Ya'ni mana shu jarayonda, ya'ni mezonlar o'zgarayotgani, olimpiadalarning ko'payib ketishi hisobiga olimpiadani nufuziga soya xavfi ortayotgan bir paytda yoki oliy o'quv yurtlari ko'payib talaba bo'lish qaysidir ma'noda oson bo'lib qolgan bir paytda endi akademik litseylar o'zini mezonini nima bilan o'lchashi kerak? Endi akademik litsey ham, ixtisoslashgan maktab ham, xususiy maktab ham, oddiy o'rta ta'lim maktabi ham bitta narsada o'zini oqlay oladi. Bolaga bergan ta'lim, tarbiyasi orqali oqlay oladi. U olimpiada deymiz, boshqa deymiz. Bu ahamiyatdan ko'ra
o'sha maktabdagi ilm olayotgan bolalarni vatanparvarlik tuyg'usi, ota onaga bo'lgan, xalqiga bo'lgan o'zligini his qila oladigan bolalar tarbiyalashimiz kerak. Daraja shu bilan o'lchanishi kerak. Daraja shu bilan o'lchanishi kerak. Endi bu ham kerakli narsa. Chunki siz yaxshi mehnat qilsangiz, ertaga mehnatingiz samarasi nimada ko'rinadi? Olimpiadada ko'rinadi. Oliy o'quv yurtiga kirishda ko'rinadi. Milliy sertifikatlar bor. O'sha milliy sertifikatlar boshqa nimalarni o'sha sertifikatlarda ko'rinyapti. 100 talik, 1000 talik, 500 talik oliygohlar bor. Jahon xorijiy oliygohlari bor. O'sha xorijiy oliygohlarga o'quvchilarning kirishi bilan bir aniqlasa o'sha natija amalga oshsa yaxshi bo'lar edi. Demoqchisiz, endi mo'ljali kattaroq olish kerak. Ha, mo'ljali albatta katta olishimiz kerak. Zamondan orqada qolish yaxshi emas. Oldin bordi biz tor doirada hech qayoqqa chiqmaganmiz, bizga bunday imkoniyatlar bo'lmagan. Hozir butun o'sha chet el oliygohlari filiallari mana o'zimizda ochildi. Bugun nafaqat poytaxtda, nafaqat viloyat markazlarida, balki eng chekka tumanlarda ham ko'zimiz tushadi shu tashqi reklama bannerlari, Qorako'lcha o'quv markaz, Qorako'lcha ta'lim, xullas Qorako'l so'zini qo'shib ketgan holatda qanaqadir o'quv markazlar deymizmi, shunaqa reklamalar ko'payib ketdi. Yoki bo'lmasa men Jumayev bilan zamondosh edim, u bilan birga ishlagan edim deb uni yutug'iga, uni natijalariga o'zini sherik ko'rsatib, bugun qaysi ma'noda mana shu nomni ham pullayotgan toifalarni ham ko'rib turibmiz. Biz Qorako'lcha metod, Qorako'l ta'limi degan so'zni siyqasini chiqarib yubormadikmi? Endi bu juda katta oqim, katta sistemada hammamiz mana ko'ryapmiz sport formalar, brend sport formalarini yoki brend oyoq kiyimlarini, boshqa nimalarni ko'ramiz. O'shani brendi asosida kontrafaktni bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqaryapti. Lekin men bilaman, qalbaki bo'lmagan, mana ishladik. Juda ko'p o'zimizni o'sha Qorako'l maktabini, Qorako'l litseyini tamomlagan shogirdlarimiz juda o'sha Qorako'l maktablarini ochgan. Juda katta yutuqlarga erishgan. Oddiygina o'sha o'rtamiyona o'qigan bolalar ham o'rtamiyona Qorako'lda bizning maktabda o'rtamiyona o'qigan bolalar ham juda katta nimalarga, yutuqlarga erishganini ko'rganman. Demoqchimanki, mana shu Qorako'l nomi ostida ochilgan juda ko'p, men o'zim Samarqand viloyatida duch bo'lganman. Internat o'sha Qorako'l sistemasida ochamiz deb bordi. Taklif qilib, bir ko'ring domla, shu binoni shunaqa qilsak bo'ladimi dedi. Borib ko'rganimda bitta o'quv markazi bor ekan. Qarasam, Qorako'l o'quv markazi deb yozilgan. Taklif qilgan ustoz aytdi, mana Qorako'l sizni shogirdlaringiz kelib o'quv markazi ochishgan dedi. Assalomu alaykum deb so'rashdim, ko'rishdim. Qalay yigitlar, yaxshimisizlar? Yaxshi. Sizlar Qorako'llikmi dedim. Ha, Qorako'ldanmiz dedi. Qayerda o'qigansizlar dedi. Qorako'lda o'qiganmiz dedi. Yaxshi. Qorako'lda o'qigan bo'lsangiz, nechinchi yil tamomlagansiz? Men uzr tanimasdan turibman dedim. Keyin birovga ma'noli qarab qo'ydi-da, men dedim, Qorako'lda 2020-yilgacha tugatgan bolalarni juda yaxshi bilaman. Sizlar qachon bitirdingizlar dedim. Palonchi yilda bitirganmiz. Sinf rahbaringiz kim desam, paloncha dedi. Unaqa ustoz o'qimagan, ishlamagan deb hayron bo'lib yana chuqurlashavergandan keyin, yo'q, biz dedi Qorako'llik bolalar bilan o'qiganmiz. Qorako'llik bolalardan nima qilganmiz, o'rganganmiz, ochganmiz dedi. Xo'p, bu yigitlar dedim, omadingizni bersin dedim. Lekin dedim, Qorako'l maktabi nomini bulg'amasdan chiroyli ishlanglar dedim. Kelaman dedim, bittasizlardan dedim, o'qitayotgan bolalaringizdan dedim, testlar olaman dedim. Mendan yordam sizlarga dedim. Sizlarga testlar, o'sha metodika boshqa nima bo'lsa, muammo yo'q, yordamlashaman dedim. Ilm beringlar, bilim beringlar, halol ilm beringlar. Faqat maqsad pul yig'ish bo'lmasin degan ma'noda gapirdim. 2 kundan keyin borsam, yopib qochib ketdilar. Nima demoqchiman? Bunaqa hozir bitta narsa xalqni aldab pul olish
hayotga o'tib olgan insonlar bor. Buni inkor qila olmaymiz. Qizg'onasizmi shu nomni? Yo'q. Chunki qizg'onsangiz hech qachon nimaga Xudoga xush kelmaydi. Xudo aytgan karvon bir rizq boshqa degan. Navoiyda ham bir nechta Qorako'l nomi bilan ochilgan maktablar bor. Albatta men bilganim Qorako'l nomi bilan ochilgan o'sha o'zimizni shogirdlarimiz ochgan. O'zimiz shogirdlarimiz ilm beryapti, bilim beryapti. Nima deydi? O'z nufuzga ega demoqchiman. Oxirgi marta qachon to'yib yig'lagansiz? To'yib yig'laganimmi? O'quvchim informatika fanidan mana o'tgan yili sentyabr oyida Misrda olimpiada bo'ldi. Jahon olimpiadasida bronza medalni olib keldi. Informatikadan menimcha O'zbekistonda birinchi medal bo'lsa kerak, yo ikkinchi yo uchinchi medal, lekin Navoiyda birinchi medal. Men ham ustozi yo'lini bersin Xudoyim deb doim duo qilardim. Shu ustozga o'xshab jahon olimpiadalariga bola olib chiqsam degan fikr paydo bo'lganda, o'sha bola olib keldi deganda yig'lab yuborganman va ustimdan xonamning eshigini qulflab olib, Xudoga rahmat, shuncha ustozning yo'lini oqladik. Ustoz duosini olganman-da, men juda ko'p duosini olganman. O'sha Navoiyga direktor bo'lish paytimda ham nima bo'lgan? Shunday bo'lgan. Borganman, ustozni uyiga borganman. Direktor buyrug'i chiqqandan keyin borib, ustozni ko'rib, sog'ligini ko'rib, suhbatlashib, ustoz, men direktor bo'lyapman. Mana shunday tayinlandim. Menga duo bering deganimda ustoz yig'lab duo berganlar. O'sha bergan duosini oqlaganim uchun oxirgi marta o'sha 24-yilda o'quvchimiz jahonda bronza medal olib kelgan paytda shunday bo'lgan. Ustoz So'ngilga kuzatilgan kunni qanaqa eslaysiz? Ha, endi bu bilasizmi? Juda og'ir bo'lgan. Juda og'ir bo'lgan. Shu yerda to'satdan kirib kelganlarga hozir nima degan bo'lardingiz? O'zlariga qaratib. O'zlariga qarab, ustoz sizni ishingiz davom qilyapti. Ustoz sizni shogirdlaringiz butun O'zbekistonni barcha sohalarni egallab, o'sha xalqiga, vataniga, eliga, prezidentiga xizmat qilyapti degan gapni aytardim. Chunki men mana Toshkentga kelib, o'sha 24-yil sentyabrda kelib ish faoliyatimni boshlagan paytimda shogirdlar ko'rib, ularni erishgan yutuqlarini ko'rib, endi men Qorako'lga bitta ikkita borardik, ko'rardim, nima qilardim, lekin Toshkentda shunchalik darajada o'rn topib, xalqqa, eliga, yurtiga xizmat qilayotgan shogirdlarni ko'rib, bitta narsani tuydim. Ustoz kelajakni ko'ra bilgan inson ekan. Vali inson deydi-yu. U inson, bitta narsani aytaman, hayotlik davrida o'ziga haykal o'rnatib ketdilar. Mana shu gapim tamom. Boshqa gap gapira olmayman. Yetarlicha qadr topdim deb o'ylaysan? Albatta, hech qachon inson noshukur banda bo'lmasligi kerak. Qadr topishimni bitta narsada ko'raman. Chunki meni ustozi, barcha Qorako'l maktabini ustozlarini ajoyib shogirdlari bor. O'sha shogirdlarning ardog'idamiz, hurmatidamiz, izzatidamiz. Chunki biz o'qitgan bolalar xalqqa xizmat qiladi, xalqning duosini olyapti. Xalqning duosini olyaptimi? O'sha duo xalqning duosini, ular olgan duo bizga tegyapti. Chunki xalq duo qilganda ota-onangga va o'qitgan ustozingga deb duo qiladi. Bundan ortiq insonda qadr bo'lmasa kerak. Men shunday fikrdaman. Rahmat kattakon.